yerda oziq-ovqat sotilishi boshladi. Mana 35, 20, 90 piyoz layma keyin haliga. Mana bu ehson qiluvchilar mana. Ehson qiluvchilar bizni otilchamiz oldi. Ehson qiluvchilar bor mana. Ehson qilyaptilar, shunday qilib ehson qilib haligalarga sariq kiyim kiyib yurganlarga beryapti-da. Ehson qiluvchilar ham ertalab soat men bomdodga borayotganimda, bomdod namoziga borayotganimda soat 4 bo'lganmidi, bo'lmaganmidi bu kishilar mana shunaqa paketga joylashtiryapti ehsonlarni. Shokolad, guruch, ichimlik va bu narsa kechmoqchi narsa. Uch mashina iborat. Shunday qilib mana kishisi zavtrak sotyapti. Ulishim yedi. Zavtrak sotyapti. Yaqabda sariq kiyim kiygan o'sha ehson oldi, qozonchasini ochdi. 3 xil menuni yopishtirdi. 3 xil menuni yopishtirgandan keyin haliga qildi. Qopqog'ini yopdi yana. Mana bu mahallaning ichida ko'cha yana bu bozor bo'ladi bunisi. Bozorcha. Mana bu ibodatxona ekan meni. Ibodatxonalar shunday ekan. Mana kelishyapti sariq kiyim kiyganlar. Talaba deymiz, student deymiz, kelyapti. Sariq kiyim kiyganlar kelishyapti. Idishini to'ldiradi. Endi ruxsatlaringiz bilan haliga qilayman. Ichkariga kirayin. Bankomat chaqirib qoldi. Masjiddan chiqib haligi musulmon oila xolani oshpalovlardan yedim. Oshpalovni ichiga achchig'i ko'p ekan. Achchig'ini ham qo'shib berarkan, sepib berarkanmi? Achchig'i bir boshqacha edi. O'shani iste'mol qildim, 3 dollarga sotib oldim. Xayriya bo'lsin, meni savdosi yursin deb. O'sha achchig'ining ta'sirini ko'rsatyapti shekilli. Shunday qilib haliga ta'sirini ko'rsatgan narsaga aytdimki yoniga bitta mana bu yigitniki ham kartinka olib yuribdi. Kartinkani to'ldirishadi. Ruxsatlaringiz bilan endi bir bankomatga olib kelay. Mana shunaqa gaplar bor. Emishni yedi. Fasolni, sarimsoqni. Ehson qiluvchilar. Havo issiq go'zalligidan 30-33 daraja bo'lgandan hamma bitta ko'ylakdan. Ana qoravoy, qoraqis bitta maykada kiyib mayka kiyib. Voy, Alloh tomon.